Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar, tuzumsizlar? Xo'sh, undan oldingi videoyimda agar ko'rgan bo'lsanglar, men yig'lagan video qo'ygandim 2024-yil noyabr oyida. Bu bilan nima demoqchiman? Men nolish niyatim yo'q. Bu bilan naborot sizlarga aytmoqchimanki, har doim biz aktrisalar, kelgan modellar yoki blogerlar yaxshi hayotimizni qo'yamiz, lekin bir hayotimizni boshqa tarafini hech ham ko'rsatmaymiz-da. Bizda ham yutqizishlar bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. Har bir insonni o'ziga yarasha sinovi bo'ladi. Shu narsalarni sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim men. Чтобы sizlar ham tushuninglar, har bitta insonga baribir ham og'ir paytida qanaqadir ham men bitta o'zimga shuncha omadsizlikmi degan paytingizda mana shu videoni ko'ring, menda ham bo'ladi. Mana men degan millioner odamda ham bo'ladi. Chunki har bir insonning o'ziga yarasha sinovi bor. Ular chidagan narsaga siz chidamasligingiz mumkin. Siz chidagan narsaga men chidamasligim mumkin. Har xil vaziyat insoniyatda bo'ladi. O'shaning uchun hech qachon birovga, misol uchun, taqqoslab o'zida mana bunday yaxshi-ku, shahar yuradi, tam bolasi bilan maza qiladi. Yo'q, menda ham bo'lgan, menda ham qiyin vaziyatlar bo'ladi har doim. Bu narsalarni birovga aytolmayman. Kstati, bu video olingan paytda o'shanda Men uchun yasha serialini olayotgan edik. O'shanda serialga kelayotgan paytimda oxiri chidamasdan yig'lab yubordim-da. Keyin ko'z yoshlarimni artib, ozginadan keyin syomkaga tushib, lekin syomka gruppam hech qaysi meni xafa bo'lganimni, yig'laganimni bilgani yo'q. Shundan keyin ishimni davom ettirdim. Ya'ni meni dardimni aytadigan insonim yo'q-da. Unda olib qarasangiz, har doim men sizlarga kulib muomala qilaman, yaxshi muomala qilaman. Lekin buni orqasida ham dard bor. Men sizlarga agar ko'z yoshimni ko'rsatmasam yoki har doim kulib tursam, bu degani menda muammo yo'q, mana mana shu qizda muammo yo'q, nima menda bor deb nolimaylar deb qildim. Ko'z yosh yig'ladinglarmi? Qiyinchilik bo'lyaptimi? Yig'lab olinglar, keyin yana turinglar, yana ishlaylar, yana harakat qilinglar. Men shunaqa harakat qilaman. Chunki menga o'sha paytda bir paytlar men ajrashib ketgan paytimda bolam bilan ko'chada qolib ketganman. Boshqa shaharda, begona yurtda. Ana o'shanda menga aytishgan: "Dilnur, bundan buyog'iga seni yutqizishga, yo bu narsa bo'lishiga haqqing yo'q" deyishgandi. Yes. Shuning uchun azizlarim, hech ham xafa bo'lmanglar. Hammani hayotida bo'ladi va biz yutqizishga haqqimiz yo'q. O'rnimizdan turib, hayotda yashashga davom etishimiz kerak. Men bilinglar, har doim sizlar bilanman. Har doim qalbinglarni faqatgina yaxshi qilib ushlab qolinglar. Chunki juda ham ko'p qizlar bilan gaplashaman, bir xilga qo'pol, insonlar bilan yomon gaplashadigan qizlar bilan gaplashganimda nima bo'lgan desam, hayot juda ham achinarli o'tganligidan keyin shunaqangi o'zligini tutishni boshlab qolishadi-da. Insonlarga nisbatan yopilmanglar. Yaxshilik qilishda davom etinglar. Sizlarning qiyinchiliginglar bo'ldimi? Sizlar shunaqangi inson bo'linglarki, boshqa insonlarga unaqa ozor bermanglar. Harakat qilinglar yordam berishga. Men shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Bilaman, bu og'ir. Mana shunaqa yig'lashlar ko'p bo'ladi-ku. Lekin insondan yaxshilik qoladi. Agar sizlarga ozgina bo'lsa shu videom yordam bergan bo'lsa, men xursandman hayotingizda. Har doim omad tilab qolaman. Sog' bo'linglar.